Atigi 50 ming so'mga olgan tovuq filesidan naq 9 kishiga yetadigan taom tayyorladim. Buxanka nonni yarmini sutga ivitdim. Tovuq filesini bo'laklarga bo'lib choperga solib, ustidan piyoz, ivitilgan non, tuz, tabga qarab murch va paprika solib, mayda qilib, ustidan o'simlik yog'i solib aralashtirdim. Idishga 2 dona tuxum chaqib, tuz solib atalab, qiymani o'rtasiga pishloq joylashtirib, shu shaklga keltirib, avval tuxumga, so'ngra non talqoniga botirib oldim. Qizigan yog'da ag'darib har tarafini qizartirib oldim. Qarasam kotletimni pishiraman degan listim shu ahvolda ekan. Darrogina bavi parashokdan solib, qaynagan suv quydim. Tirnamasdan, ozor bermasdan, vaqt ketkazmasdan osongina tozalab oldim. Bir pasda yangidek bo'lgan idishimga kotletlarni birin-ketinlikda terib oldim. Ustiga sariyog' bo'laklardan bo'lib terdim, duxovkaga yubordim. Naq yarim soatda sochli, mazali, barakali kotletlarim tayyor bo'ldi. Yoniga kartoshka pyure, guruch, makaron pishirib dasturxonga tortsangiz bo'ladi.